xalqimizga xizmat qilishga tayyorlagandik. Mana bugun bu yerda yaratilgan barcha imkoniyat va sharoitlardan mamnun bo'lib qaytyapmiz. O'zini yurtini sevishni bitta namunasi. Vatandoshlarimiz uchun hamma shart-sharoitlar yaratildi. Bugun yaxshi yashash uchun munosib shart-sharoitlar yaratish Nima uchun aynan biz operatsioniy blogimizdan kelib foydalanishlari kerak? Chunki operatsioniy blokda hamma sharoiti bor. Hamma apparatlar oxirgi rusumdagi zo'r apparatlar. Zo'r. Juda ham zo'r. Yaxshi, hamma qulayliklar bor. Bemorlarimiz uchun, xalqimizning sog'lig'i uchun juda yaxshi sharoitlar yaratilgan. Shu klinikamiz gurkirab yashnasin, xalqimizga har doim xizmat qilishdan ishchilar, xodimlar, shifokorlar, hamshiralar jamoamiz hech qachon charchamasin hamda malakali, saviyali, eng kuchli shifokorlar jamoasi ishlaydi bu yerda.